Rivoyatda aytilishicha, bir otaxon yashagan ekan. Uning Qosimjon degan yakkay yolg'iz o'g'li bo'lgan ekan. Yigit vaqt o'tib uylanibdi, lekin xonadondan xotirjamlik yo'qolibdi. Bunga sabab xotinining qaynotasini xushlamasligi bo'ldi. Tortishuvlar ba'zida katta janjalga aylanib ketardi. Ana shunday tortishuvlarning birida xotin masalani shartta ko'ndalang qo'yib, bu uyda yo men turaman, yo otangiz debdi. U xotinidan ajralishni istamasdi. Dadasi tufayli chiqqan janjal Baxtiyor oilasi o'zi sevadigan va o'zini ham sevadigan xotini ham bolasidan ajralishi turgan gap edi. U xotinini hali ham juda yaxshi ko'rar edi. Uni chorasizlik hissi egallab oldi. O'ylab oxiri o'zicha bir yo'l topdi. Shahar chetida bir kulba bor edi. Otamni o'sha yerga olib borib qo'yaman. Har zamonda xabar olib turaman, bahonada xotinimning ham janjalidan qutulaman degan maqsadga keldi. Kerakli ashyolarni hozirlagach, to'shakka mixlanib yotgan xasta cholni o'rnidan turg'izib, yelkasiga ko'tardi. Shunda o'g'li, "Dada, men ham siz bilan borishni xohlayman" deb turib oldi. Havo sovuq va izg'irin, ariq suvlari muzlagan edi. Qosimjon yo'lda borar, o'g'li, "Dada, qayerga ketyapmiz" deb tinimsiz savol berar, biroq javob ola olmas edi. Chunki Qosimjon ich-ichidan o'ksinib yig'lar, lekin bu holatini o'g'liga sezdirmaslikka harakat qilardi. Bir qancha masofa yurib bo'lgandan keyin ular manzilga yetishdi. Qosimjon otasini ichkariga olib kirib, ohistagina yerga qo'ydi va "Otajon, ertaga men sizdan xabar olaman" deb ortiga qaytdi. Qosimjon yo'lda borar ekan, shunchalar ilojsiz, shunchalar g'arib edi. Yuragiga pichoq sanchilgandek edi go'yo. Shunda yonida borayotgan o'g'li, "Nega bobomni u yerga tashlab keldingiz?" deb so'radi. Ammo Qosimjon javob bera olmas. "Onang shuni istadi" deya olmasdi. O'g'li yana, "Dada, qariganingizda men ham sizni shu yerga olib kelib tashlaymanmi?" deb so'raganida Qosimjonning ko'ziga dunyo qorong'u bo'lib ketdi. U savolga javob bera olmadi va ortiga burilib, shoshgancha kulba tomon yurib ketdi. O'g'li esa bu holatni tushunmay, otasini ortidan qarab qoldi. Qosimjon kulbaga yetgach, ichkariga kirib, o'zini otasini bag'riga otdi va tinmay, "Meni kechiring dadajon, meni kechiring, men ahmoq bolangizni kechiring" deb takrorlar edi. Ota esa titroq tovushlari bilan o'g'lining ko'nglini ko'tarishga urinardi. "Qaytib kelishingni bilardim, bolam, qaytib kelishingni bilardim. Axir men otamga bunday munosabatda bo'lmagan edim-ku. Meni qarovsiz va notavon holda tashlab ketmasligingni bilardim, bolam" deb tinmay takrorlardi.